Ayyo, Yusupov. Ondan alın meşgulü. Şakılmadan saylar, şakılmadan saylar, sallanıp bakadı ya, sallanıp bakadı. Şakılmadan saylar, şakılmadan saylar, sallanıp bakadı ya, sallanıp bakadı. Kakiller karyana dolanıp bakadı ya, dolanıp bakadı. Kakiller karyana dolanıp bakadı ya, dolanıp bakadı. Saygıydı nazanın kız, saçını taraydı ya, saçını taraydı. Saçın taraf her yana ışık ışık karaydı ya, ışık ışık karaydı. Karamasa bular idi, karamasa bular idi. Ul ışık barma ya, ul ışık barma. Kanaslarda görüp abi gözge çemen o ya, gözge çemen o. Neşi kanaslarga qarab dil qiylanadı ya, can qiylanadı. İskini bilan yuraklarım lala yanadı ya, lala yanadı. İskini bilan yuraklarım lala yanadı ya, lala yanadı. Her tarafta mana nonushta. Neçe qarashlarni tashlab, neçe qarashlarni tashlab, ketolmayman, ketolmayman. Soylar toshini yuziga o'tolmayman, o'tolmayman. O'tolmasam yuziga yomon bo'ladi ya, yomon bo'ladi. Bir merkek yüreğimge armağan buladı ya, armağan buladı. Utanmasam bu yüzük yaman buladı, yaman buladı. Bir merkek yüreğimge armağan buladı ya, armağan buladı. Şakılmadan sayları, şakılmadan sayları, sallanıp bakadı ya, sallanıp bakadı, sallanıp bakadı, sallanıp bakadı. Yordan qishlog'ida mana shu Archatog' Dugobaga ketish yo'lida mana Otaxon hostel, yangi mehmonxona. Tanishtirib o'tamiz, mana o'zi Otaxon. Otaxon bitta odam uchun necha pulga tushyapti bu? Hozir kishi boshiga lyuks xonalarimiz 100 ming so'mdan bo'lyapti. Oddiy xonalarimiz 80 ming. 80 mingdan. Lyuks xonalarda anaqa dushxona nimalari ichidami? Ana.
kirib ko'ramiz hozir. Mana bu tashqi taraf ekan mana. Soy tarafdan ham mana alohida maydoni bor ekan. Bu yerda so'rilar berishar. Soy bo'yida. Ana soyni bo'yidan. Ko'priklargacha bor ekan mana. Vardonga Buzobaga yetmasdan chap qo'lga o'tdik. Bunaqa chiroyli manzara bor ekan. O'zbekiston vatanimiz bayrog'i. Ana kiraverish. Yo. Ichkarida hozir 3 ta xona bor. Hech kim yo'qmi? Ya hozir hech kim yo'q. O'sha yotoqxonalar bilan tanishaylik. Oshxona o'tiradigan. Ha, mana oshxona. Ayting, o'zi gapiring. Xolodilniklar bor ishlaydi. Xolodilnik bor. Hamma suvlar chiqadi. Aha. Ishlovlar bor. Idisovoq mana shu yerda o'zida. Endi siz aytayotgan 11 kishilik joy mana shu yermi? Ha, mana shu 3 ta xona 11 kishi hostel. Aha. Bularda odam bor. Aha. Mana shu xonada odam yo'q. Albatta mana biz 5 kishilik joy. Ag'ida 3 kishidan, ha? Ikkita 3 kishi 11 kishilik. Endi mana aydan shuni qarasangiz. Shuni manzara. Tosh tevasida ekanda bu ko'prik, ha? Tosh tepasiga qilganmiz deblar. Xo'p. Mana tog'lar.